Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limida amalga oshirilishi rejalashtirilgan qurilish, rekonstruksiya, kapital ta'mirlash hamda obodonlashtirish ishlarining borishi bilan tanishish maqsadida ushbu bo'limga tashrif buyurdi. Tashrif davomida boshqarma boshlig'i avvalo ushbu bo'limda ko'p yillar davomida fidokorona xizmat qilib, bugungi kunda pensiyada bo'lgan bir guruh soha faxriylari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ichki ishlar organlarida yillar davomida samarali mehnat qilib, tizim rivojiga munosib hissa qo'shgan faxriylarning xizmatlari alohida e'tirof etildi. Boshqarma boshlig'i faxriylarning yaqinlashib kelayotgan eng ulug', eng aziz bayram O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etdi. Ularga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, uzoq umr va farovon hayot tilab, ularning boy hayotiy va xizmat tajribasi bugungi avlod xodimlari uchun muhim maktab ekanini ta'kidladi. Soha faxriylari, tuman hokimligi, prokuratura va soliq organlari mas'ul xodimlari ishtirokida milliy qadriyatlarimizga xos ezgu niyatlar bilan duo qilinib, Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limi hududida rejalashtirilgan bunyodkorlik ishlariga kirishildi. Bugungi kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, xizmat binolarini zamonaviy talablar asosida jihozlash, shuningdek, shaxsiy tarkibning kasbiy, jismoniy va jangovar tayyorgarligini muntazam oshirib borish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limi hududida ham xodimlarning xizmat faoliyati uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratishga qaratilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari rejalashtirilgan. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan shaxsiy tarkibning jismoniy va jangovar tayyorgarligini muntazam ravishda oshirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki xodimning kasbiy salohiyati bilan bir qatorda uning jismoniy chiniqqanligi, tezkor qaror qabul qila olishi va murakkab vaziyatlarda harakat qilish ko'nikmasi xizmat samaradorligining muhim omillaridan hisoblanadi. Shu maqsadda vazirning alohida ko'rsatmasi asosida Qo'shko'pir tumani ichki ishlar bo'limi hududida shaxsiy tarkib uchun zamonaviy jismoniy va jangovar tayyorgarlik kompleksini barpo etish belgilandi. Boshqarma boshlig'i tegishli mas'ullar ishtirokida qurilish ta'mirlash ishlarining dastlabki rejasi bilan batafsil tanishdi. Belgilangan obyektlarning joylashuvi, qurilish ishlarining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi, hududni obodonlashtirish va infratuzilmani zamonaviy talablar asosida shakllantirish masalalari yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiya va topshiriqlar berildi. Loyiha doirasida barcha qulayliklarga ega sport zali, saf maydoni, zamonaviy workout maydonchasi, o'qotish tiri, o'quv sinfi hamda shaxsiy tarkibning xizmat va tayyorgarlik jarayoniga xizmat qiladigan boshqa bir qator bino inshootlarni qurish va mavjud obyektlarni kapital ta'mirlash rejalashtirilgan. Bunday infratuzilmaning yaratilishi xodimlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, jangovar ko'nikmalarni mustahkamlash, xizmat vazifalarini bajarishga doimiy shayligini ta'minlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Qurilish ishlarini sifatli va belgilangan muddatlarda amalga oshirish, har bir obyektning funksionalligi va xodimlar uchun qulayligini ta'minlash, hududda obodonlashtirish ishlarini yagona me'moriy yondashuv asosida tashkil etish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, barpo etiladigan obyektlarda xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilish, qurilish jarayonida sifatsiz materiallardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik, amalga oshirilayotgan har bir ishni mas'ullar tomonidan doimiy nazorat qilib borish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ta'kidlash joizki, bu kabi bunyodkorlik ishlari ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat sharoitlarini yaxshilash bilan bir qatorda ularning jismonan baquvvat, ruhan bardam va jangovar jihatdan tayyor xodimlar etib tarbiyalashga xizmat qiladi.